Yana bir video murojaat bilan to'xtalamiz. Qadim o'tgan zamonlarda bir juda ham puli ko'p inson bo'lgan ekan. U bir qishloq bilan ikkinchi qishloqni bog'lash uchun ariqdan juda ham ajoyib bir ko'prik qurgan ekan. Ko'prikdan har bir kishining o'tishini 1 so'm deb belgilagan hisobiga u yerdagi barcha aholi bu xasis inson, juda ham yomon inson, shuncha puli bor, ko'prikni 1 so'm qilib qo'yibdi degan ma'lumotlar bilan uni yomon ko'rar ekan. Kunlardan bir kuni boy og'irlashib, ahvoli og'irlashib, to'shakka mixlanib qolganda farzandlariga chaqirib, o'g'illarim, mendan keyin shunday bir ish qilinglarki, ularning mening orqamdan o'sha xalq duo qilsin deganda o'g'illari juda ham bir ajoyib yo'l tutgan ekan. Bu hissadan buni yo'lning anaqasi ko'prikdan o'tish narxini 2 so'm qilib qo'ygan ekan. O'shani hisobiga xalq o'g'illari bundan ham noinsof ekan. Undan ko'ra buning otasi yaxshi odam edi deb eslashar ekan. Hissadan hissa shuki, yomonni ko'rmaguncha yaxshini bilmaysizlar azizlar.